شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hurmatli qarindoshlar, biz bugungi darsimizda Sura Baqaraning-ki 1-oyati Alif Lam Mim degan oyat haqida to'xtalamiz. Sura Baqara Alloh subhanahu va taolaning Alif Lam Mim degan so'zi bilan boshlandi. Bu harflar uzuk harflar bo'lib, uzuk deganlik har harf öz oldiga mustaqil shaklda talaffuz qilinadi deganlik bo'ladi. Alif, lam, mim. Chunki harflarning ismlari va o'qilishi va bilan bilamiz. Masalan, alif, ba, ta, sa deb o'qiymiz biz Qur'on savodimizdan chiqqan vaqtida. Ammo bu harflar qo'shib o'qilgan vaqtida biz o harfning ismini atagandek o'qilmaydi endi. Ismini bu biz azroq arabchani o'rganib boqqan odam biladi. Odatda inglizcha harflarmi shu ABC deb o'qilgan bilan jumlada so'zda kelgan vaqtda ABC shaklda o'qilmaydi. Buning ABC, alif, ba, ta, sa degan maholati harflarning ismi hisoblanadi. Qo'shib o'qilgan vaqtdagi og'zimizdan chiqqan talaffuzi harfning o'qilishi hisoblanadi. Ya'ni bu harfning ismi va o'qilishi va men hozir deyotganda kishilar so'zlagan vaqtida harflarning o'qilishi bilan talaffuz qiladi, ismi bilan emas. Masalan, kataba demoqchi bo'lgan vaqtda, kataba degan vaqtimizda kataba yozdi, arabcha yozdi degan bo'ladi. Bu vaqtida harflarning o'qilishi bilan talaffuz qilib og'zimizdan o'qilishi chiqadi. Ammo biz ismlar bilan talaffuz qilmoqchi bo'lgan vaqtda nima deysiz? Kaf, ta, ba, alif, ba, ta, sa degan kaf, ta, ba ma shaklda talaffuz qilinadi. Ism boshqa, harflarning ismi boshqa, talaffuzi boshqa. Endi bu ikkisi ism bilan talaffuz masalasida har qanday odam talaffuz o'qilishini normal o'qiy oladi. Ta o'qiy olmaydigan, yoza olmaydigan odammi o'zining so'zlarida o'zining til harflarini normal talaffuz qilib deya oladi. Masalan, bizning Uyg'ur tilini hech qanday o'qimagan odammi ishqib tili saq bo'lsa normalda paran qila oladi, gap qila oladi, og'zidan chiqayotgan so'zlar normal chiqadi. Ammo so'zlarni alif, ba, ta yoki a, ba, ta, sa degandek harflarni ayrim talaffuz qilmoqchi bo'lsa, buni o'qigan odam qila oladi. Ya'ni o'qigan odam, o'rgangan odam an harfning ismlarini talaffuz qila oladi. Ammo o'rganmagan odam harflarning o'qilishini talaffuz qila oladi, ismlarini talaffuz qila olmaydi. Endi bu gaplar nima uchun deymiz? Balkim mushada bir nuqta borki, bizning diqqatimizni chekadi. Bu birinchi nuqta. La'alla hadihi awwal ma yulfituna. Ya'ni bizning birinchi diqqatimizni chekadigan bu nuqta bo'lishi mumkin. Nimishqa? Chunki Rasululloh hammalarga aniq masala savodsiz, ya'ni o'qiy olmaydi, yoza olmaydi. Undan ekan Rasululloh harflarning ismidan hech narsani bilmaydi. Men bayatni azroq qaytib o'tdim. O'qimagan odam normal so'zlaydigan bilan o'qimasimi, lekin harfni yozib, men harfning talaffuzini nima ayrim ismi nima desa qilolmaydi uni. Endi payg'ambar alayhisalom kelib shu harflarning ismlarini birdan-bir talaffuz qila oladi degan gap. Rasululloh buni sahobalarga o'rgatdi emasmi? O'rgatgan vaqtida alif, lam, mim deb o'rgatdi. Halbuki Rasulullohning o'qimaganligi aniq, savodsizligi aniq. O'qimagan savotsiz odamlar harfning talaffuzini qila olmaydi. Harfning ismlarining talaffuzini normal o'qiy olgan bilan yoki normal so'zlagan vaqtda og'izdan normal talaffuz chiqqan bilan harf ismlari chiqmaydi. Demak, Rasulullohninki kelib savotsiz turib, savodsizlik hammaga oydin turib, o'qimagan turib harflarning bu xil talaffuzini sahobalarga kelib Qur'on sifatida o'rgatishning o'zi
Allah subhanahu wa ta'aladan ma Qur'onninki Peygamber aleyhisselamga vahiy qilingan Qur'on ekanligiga bir mo'jizlik dalil. Agar Peygamber aleyhisselam o'qib o'rgangan bo'lsa, bu harflarning ismini talaffuz qilishi odatdagi bir ish. Bir kichik bola normal 15-20 kun bir xat yoziqni o'rgangan odam talaffuz qila oladi, ammo Rasulullohning o'qimaganligi. Lekin qarab baqsak, Rasululloh o'rganmagan bir savodsiz. Rasululloh o'rganmagan bir savodsizga kelsak, o'rganmagan bir savodsiz odam harfning o'qilishini talaffuz qilishi mumkin. Al-kitob diyalaydi, kub diyalaydi, kataba diyalaydi, normal so'zdan talaffuz qila oladi. Ammo o'qimagan odamdan siz harflarning ismini talaffuz qilishini so'rasangiz bu qilinmaydi. Demaydi sizga. Masalan, kitob degan so'z kaf, ta, alif, badan tuzilgan demaydi. Demak, mushuning o'zi, mushu harflarning mushu xil shakldagi talaffuz qilinganligining o'zi Rasulullahninki öz Rabbidan bizga yetkazib olganligidagi rostchilligining dalili. Shunga dalolat qiladi. Bu Qur'onning Rasulullohga Alloh tarafidan vahiy qilinganligiga dalolat qiladi. Bu intay aniq masala, birodarlar. Balki masala oydinlashdi, aniq bo'ldi. Ammo shunda olsun yana bir qitim takrorlay. O'qimagan odam normalda so'zlarni so'zlay oladi. Sözlerini ağızdan telaffuz qilib chiqara oladi, harflarning o'qilish shakli bo'yicha men, sen deyalaydi, bazar deyalaydi, mashina, kitob deyalaydi. Ammo o'qimagan odamdan taq harfni akilib, ma'ning yolg'iz o'qib baqagan desa, o'qigan odam masalan a, b degandek, ilib, b, ta degandek, abc degandek, masalan ingliz tilidan ba, bizning tildan ba, arab tilidan ba, bu xil shakldagi so'zning harflarninki ayrim ism talaffuzini o'qimagan odam qilinmaydi. Ammo Rasululloh kelib o'qimagan turib, Qur'onning har suralaridagi o'xshamagan o'rinlarda mushu taq uzuk harflarni akilib, bu uzuk harflarni harf ism talaffuzi bo'yicha sahobalarga o'rgatdi. Ya'ni alif, lam, mim, masalan kaf, ha, ya, ayn, sad degandek. Buning o'zi bir mo'jiza. Chunki biz bir nuqtani tushunishimiz kerak. Arablar umumyuzlik savodsizlik bilan ta'riflangan bir xalq. Arablarda Qur'on tushayotgan vaqtda ilm ma'rifat bir gullangan davr emas. Ilm ma'rifat ishlar o'chilib, masalan, ilm sistemlashgan, o'qitilayotgan bir davrma ham emas. Kishilarda o harflarning qanday talaffuz qilishi umumlashgan bir holatma emas. Onun ustiga jamiyat unda o'qigandan boshqa Rasulullohning o'zi texmi savodsiz, kichik vaqtida o'qimagan. Harflarni texmi o'qimaydi. Uni nim deb o'qib bersa, boshqalarning diqqatini tortadigan yerda emas, lekin Rasululloh shunday bir davrda harflar aniq bunday yeziqchilik, imlo tuzitilmagan bir davrda harflarning o'qilish tartibi to'g'rilanmagan, ya'ni ism talaffuzlarining tartibi to'g'rilanmagan bir davrda to'g'ri shaklda talaffuz qilganligining o'zi Rasululloh o'zi bilib qo'yatmaydi uni. Balki Alloh tarafidan o'rgatilib, Alloh tarafidan mush shaklda o'qi deyilib qilayotganligining isboti. Bu haqda agar azroq o'ylanib baqsak, tushungidek bir narsa chiqadi. Ana keyin yana bir masala, biz mushu harfning ismlari bilan boshlanayotgan suraning boshlarida harflarning ismlari bilan talaffuz qilinayotganligini ushurtib, masalan, bugun o'qimoqchi bo'lgan suramizdami alif, lam, mim degan bir harflarga ushurdik emasmi? Alif, lam, mim. Yezilishiga qarasak, alifdan bir sivo, lamdan bir sivo, mimdan bir sivo. Endi mushu so'z, mushu xil shaklda yozilgan so'zning o'zi yana bir oyatlarda o'qilish talaffuzi bilan talaffuz qilingan shakli o'xshash. Hozir agar Qur'onni echibsizlar, Sura Baqaraning 5-ga qarasanglar, alif, lam, mim yozilgan mush shaklda. Buni o'qigan vaqtda nima deb o'qiymiz? Alif, lam, mim o'qiymiz. Ana mushu shakl, ya'ni boshqa suralarda bor. Ammo o suralarda bunda o'qilmay, o'qilishi bilan alam deb o'qilgan yerlar bor. Masalan, Sura Baqaraning 5da, ama bugungi darsimizda biz uni ismlarning harflarning ismlari bilan talaffuz qilgan bo'lsak, alif, lam, mim deb. Ammo buni masalan Alloh subhanahu va taolaninki Sharh surasida, Fil surasida ikki yerda o'xshash shaklda yozilgan turib, ammo alam deb bunda so'zning o'qilish talaffuzi bilan talaffuz qilinganligini ko'rib olamiz. Qarab baqsanglar bo'ldi Qur'onni ichib hozir. Sizlar Sura Baqaraning 5dagi alif, lam, mimga qaranglar. Sura Fil'dagi, Sura Alam Nashrah'dagi alamga qaranglar. Yezilishi o'xshash alif, lam, mim. Lekin Sura Baqarada
alif lam mim o'qilyotdi. Lekin alam nashrah laka sadrak surasida surfildagi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi surasida alam o'qilyotdi. Yazilish shakli tamamen aynı şekil ama telaffuzda bir yerde alif lam mim, bir yerde alam o'qilyotdi. Bunun o'zi Rasulullah bunu farq etgudek derecede bunun o'qilishidan ayrıqdak derecede o'z vaqt o'qiga adilmas. Faqat Allohdan kelganlam deb turibdi. Mush xil shaklda o'tirib chiqqanligining o'zimi Alloh subhanahu va taolaninki bir Payg'ambar alayhisalom yetkizayotgan mazmunlarda, Qur'onlarda, hadislarda rastchil ekanligining isbot sifatida o'tirib chiqqan bo'lishi aniq. Ya'ni Rasulullohni Sura Baqarada harflarni ismlar bilan talaffuz qilishga, Sura Alam Nashrah bilan Sura Ashabul Filda harflarning o'qilishi bilan talaffuz qilishga majbur qilgan bir omil nima? Unda omil yo'q. Rasululloh o'qimoqlik, balki nima kelsa, buyruq ustidan qanday kelsa, ta'limot ustidan qanday kelsa, o'gitish ustidan qanday kelsa, shu paytda bizga yetkazib, bizga o'gitiyotdi. Çoxum Rasululloh buni Allohdan Jibril alayhisalom Rasululloh yetkazgandek anglagan bo'lishi kerak. Boshqa yeshim yo'q buning, boshqa ta'biri yo'q. Başka xil şekilde tushangilib bo'lmaydi buni. Yani Resulullah'ni biz savadsız deb turgan holatda başka xil şekilde tushangilib olmaydi. Demek Kur'an'ның asli anlab bizga yetib kelgan narsa. Rasululloh uni anglagan. Jibrayildan Allah tarafından Jibrayilning vasitasidan Rasulullahga keltirilganini Rasululloh anglagan. Yani çoxum Kur'an'ni sen anlagandaki o'qishing kerak bu nuqtadan. Çünkü Kur'an'da o'xshash so'zlar bo'lishi mumkin. Telaffuzu o'xshamasligi mumkin. O'xshash kalimalar bo'lishi mumkin, qiraati o'xshamasligi mumkin bu nuqtadan. Shunga Qur'onning qiroatining asli qarab o'rganish emas, anglab o'rganish Qur'onning qiroatining asli. Masalan, siz mayada alif lam mim deb o'qishingizni bilasiz anglash orqali. Yana bir yerda alam deb o'qishingiz bu hammasi anglash orqali bo'lgan narsa. Lekin halbuki ikkilisiga yezilish o'xshash. Alif lam mimdagi yezilish shakli bilan alam tara kayfadagi alamning yezilish shakli tamamen o'xshash. Shunga cho'qim siz Qur'onni tilovat qilishdan ilgari Qur'onni sizga o'qib turadigan bir faqih, ya'ni Qur'onni tushunadigan odamdan birini anglashingiz kerak. Kishilardagi bo'layotgan qiyinchilik nima desa, bular Qur'onni bir faqihdan anglab, faqihning qarshi o'tirib o'rganmaydi va yoki qoridan anglab o'rganmaydi. Bu kishilardagi qiyinchilik. Lekin Qur'oni Karimni odatdagi normal kitobga o'xshash, xuddi bir Uyg'ur tilini o'rganib olsak, arab tilini o'rganib olsak, normal arabcha, uyg'urcha, ingliz tilini o'rganib olsak, ingliz tilini o'qib bo'ldi-ya. Qur'onni shu paytda o'qiymiz deyotdi. Yo'q, bu masala bu emas. Qur'onning xosligi bor. Alohida bir xosligi bor. Qur'on siz normal xohlagancha o'qiydigan odatli kitobga o'xshaydi. Shu Qur'onning o'qishini o'rganishingiz kerak. Hatto siz arab bo'lsangizmi o'rganishingiz kerak. Başka millet olsanız tabii öğrenirsiz. Arap olsanız Kur'an'ı xas öğrenirsiz. Məxsus çünkü Kur'an'ın telaffuzu məxsus telaffuz. Kur'an'ın içindeki sözlerini siz her qanday şekildeki öğrengen qaidalarını septip oqanmaysız. Çok anlaşınız gerek. Çünkü bir qitim, mesela bir qitimda bazı sözler harflerinin ismiyle telaffuz kılınsa, yana bir ba'zi vaqtda harflarning o'qilish talaffuzi bilan talaffuz qilinadi. Siz albatta buni cho'qim anglamasangiz, Qur'on o'qiydigan qorimdan anglamasangiz, qariyin. Buni bilmaysiz. Endi bugungi zamonda bu masalalar hal bo'lib ketdi. Chunki Qur'onlarni go'zal ovozlar bilan, tajvidlar bilan o'qib tarqatilayotgan ovozlar, Qur'on lentillari masalan Qur'on tahsilotlari intayin ko'p. Biz har qanday bir qorinligini tanlab turib, telefonlardan, internetlardan anglab buni talaffuzini o'rganaymiz. Bu alhamdulillah bugungi kunimizga kelgan vaqtida bu kengashdi. Ammo shunda zamanni 50 yil, 60 yil mush kitob yozilgan davrlarga qaytsak, tabii mushu talab har bir odamga qo'y. Hammadan kaplam Qur'onni qo'lga aplam o'qisi bo'lmaydi. O'rganish kerak Qur'onni. Yani Qur'on masalan deyli, bir misallar daima ulab to'xtadigan shaklga asoslanadi, to'xtashga emas. Masalan Qur'ondagi oyatlar doim oldidagi oyat keyingi oyatga ulanadi, u keyingi oyatga ulanadi. Mushu Qur'onning asosi to'xtamaydi. Masalan Sura Yunusning oxirisini va huwa khayrul hakimin desangiz,
hakimin degan nunning ustida sukun yo'q, balki fathi va hakimina. Bu uning keynidagi Bismillahirrohmanirrohim degan Allohning ustiga ulinib keladi. Agar mishini butunlay uzib to'xtaydigan bo'lib qolsa, undan keyin hakimin deb sukunlikni his qilasiz masalan. Endi Qur'onning oyatlaridan mushunga qarab turiblar. Qur'onning ichidagi bütün oyatlarning hammasi vasliga, ya'ni ulab o'qilish asosida bo'ladi deb tushunsak, bu hamiyat unda emas yana. Hamiyat buning boshqa xil shakllari bor. Masalan, deyli, harflardan shakllangan bir suraning 5da boshlanadigan bir harflar bor. Xuddi bugungi suramizdagi alif lam mim o'xshash. Demak, cho'g'an gapni tushundinglar. Qur'onning har oyati keyingi oyatiga bog'lanadi. O yüzden her ayetning oxirisi uzgunmas hareketlanadi. Mesela hazır hakimine o'xshash. İlla ki mushu qoida hammaga tushunilsa yo'q. Suraning 5ida kelgan uzuk harflar va alif lam mim musha kelgan vaqtda bu vaqfi, ya'ni to'xtashga asoslanadi. Mabni to'xtashga asoslangan har qanday harf sokin bilan o'qiladi. Ya'ni siz sura Baqaraning 5ida alif lam mim mu deb o'qimaymiz vaqtda. Alif lam mim sakin shaklda o'qiymiz. Chunki bu to'xtaydi. Ya'ni alif lam mim deb alifning ustida bir sakinni o'qiysiz, lamning ustida bir sakinni o'qiysiz, mimning ustida bir sakin o'qiysiz. Demak, alif lam mimdagi har harf mustaqil to'xtab o'qiladi. Halbuki vaqf degan suraning oxirlaridagi butun Qur'onda yo'q asli. Qur'onning butun oyatlarini maqtasangiz, qiroat qoidasi vaqf yo'q masalan. Buni butun uzilib to'xtaydigan ish yo'q, sakin holat to'xtaydigan ish yo'q, lekin illaki mushu harflarda sukun holati to'xtaydigan ahvollar bor. Ondan boshqa masalan, mushu harflarning bahsiga ketib qarab, mana bir narsani qilamiz. Qur'oni Karimning ichida bir harf bilan boshlangan suralar bor. Sad vel Qur'ani zikri deb suratning 1-oyati, Nun vel qalami ve ma yasturun deb sura qalamninki 1-oyati. Bu bir harf bilan boshlanadigan. Biz bu yerda shuni farq etamiz. Bir harf adati normalda mustaqil bir oyat emas. Ama sura Baqaraning 5dagi alif lam mim mustaqil bir oyat, ha mim mustaqil bir oyat, ayn sin qaf mustaqil bir oyat. Amaliyotda bularning hammasi xuddi bayatdan uzuk bir yolg'iz nun o'xshash, sadga o'xshash uzuk harflar. Alif, lam, mim mustaqil harflar. Undan boshqa bu yerda 5 harfdan tuzilgan oyatlar bilan boshlangan suralar va kaf, ha, ya, ayn, sad sura Maryamdagi 4 harf bilan boshlangan suralar va 4 harflik oyatlar bilan boshlangan alif, lam, mim, sad deb sura Arafdagi bularning hammasi mustaqil bir oyat deyli. Yani bu yerda 4 harflik oyat harflar bilan boshlangan suralar va lekin 4 harflik bu harflar mustaqil bir oyat emas. Alif, lam, mim, ra o'xshash sura adadagi keyingidan o'lishib o'qiladi. Undan boshqa mustaqil 2 harflik harflar bilan boshlanadigan 2 harflik oyatlar bilan mustaqil oyatlar bilan boshlangan suralar va Yasin o'xshash, sura G'afirdagi Hamim o'xshash, sura Fusilatdagi Tasin o'xshash suralar. Bularning hammasi keyingi oyatlarga mavzu uloqliq emas. Endi bu gaplar kalonni elishtirib o'tdi. Qaytib kelsak, 2 harf bilan boshlangan suralar va 3 harf bilan boshlangan suralar va 4 harf bilan boshlangan suralar va 4 harf bilan boshlangan suralarningki 4 harf mustaqil bir oyat sifatida o'tirib kelganlari va mustaqil oyat emas, oyatning bir parcha sifatida kelganlari va 2 harfningki mustaqil oyat sifatida kelgan suralar va yoki o'zining keynidikidan oluşup bir oyatning bir parcha sifatida kelgan. Demak, bu yerda muqim bir qoida yo'q bu yerda. Ya'ni demak, buning o'zini bizga nimani ifodalab berdi desa, suralarning boshidagi bu harflar muqim qoida bo'yicha mangmaydi. Buning muqim qoidasi yo'q. Alif lam mim degan suralarga, oyatlarga muqim ta'bir belgilab bo'lmaydi. Ya'ni alif lam mim desak, 3 harfdan tuzilgan bir oyat. Siz buni mustaqil 6 surada topalaysiz. Sura Baqarada alif lam mim ba, Al Imronda alif lam mim ba bir oyat, sura Ankabutda, sura Rumda, sura Sajdada, sura Luqmonda
3 harfdan tuzilgan mustaqil oyat sifatida keladi. Endi alif lam ra desak, bu 3 harflik, lekin mustaqil oyat emas. Balki 4 surada butun bir oyatning bir parchasi sifatida kelganlik. Sura Yunusda, Sura Yusufda, Sura Hudda, Sura Ibrohimda mustaqil emas, ya'ni bir oyatning parchasi sifatida o'xshash 3 harf bo'lmasa, alif lam mim 3 harf, alif lam ra 3 harf. Alif lam mim sad 4 harfdan tuzilgan Sura A'rafda mustaqil bir oyat. Ham alif lam mim ra 4 oyat, lekin Sura A'rafda mustaqil oyat emas. Demak, bu yerdagi masala bundan hammaga umumyuzlik uyg'un keladigan bir qonun yo'q masalasi. Bir qoida yo'q. Har harfninki, har oyatninki shu harflardan har harfda o'ziga xos bir alohidalik, o'ziga xos bir xususiyati bor. Shu bu masala bir qoidadan birini tuzib, bunun qoidasi mayadan mayagacha manda shaklda bo'ladi, anda shaklda bo'ladi deb muqimliqildigan holat emas. Demak, qanday shaklda kelsa, Rasulullohga Jibroil qanday o'rgatgan bo'lsa, biz shu betda qabul qilamiz. Endi musha kelgan vaqtimizda qarindoshlarimizdan alif lam mim, alif lam ra, sad, nun, yasin o'xshash harflarning ma'nosi nima deb so'raydiganlar chiqadi. Ya'ni bu harflarning ma'nosi nima deb so'rab qolsang, biz deymizki, bu savolning o'zi bir xato savol. Savolning o'zi bir xato. Chunki bir tildagi harfning ma'nosi so'ralmas. Tilda harfning ma'nosi yo'q. Illoki endi bunda ma'niga ega bir harflar va anda harf bo'lib qolsa, grammatikalik harflar bo'lib qolsa, u boshqa. Odatda biz harfni ikkiga bo'lamiz. Birisi qurilma harfi, birisi ma'na harfi. Qurilma harfi deganimiz masalan kitobdagi kap qurilma harfi, ta qurilma harfi, alif qurilma harfi, ba qurilma harfi. Bularning ma'nosi yo'q. Ama arab tilida harf deb qo'llaniladigan 5 harfdan, 1-2-3 harfdan tuzilgan bir harflar. Buni harf deymiz. Buning ma'nosi bor. Unidan so'rsangiz bo'ladi. Masalan, qurilma harflarining ma'nosi yo'qki, illaki talaffuzning boshqa ma'nosi yo'q. Kitob degan so'zni talaffuz qilgan vaqtimizda kapning ayrim ma'nosi yo'q, ta'ning ayrim ma'nosi yo'q, elifning ayrim ma'nosi yo'q, ba'ning ayrim ma'nosi yo'q. Og'zimizdan kitob deb shu so'zni talaffuz qilishga yordam bo'ladi bas. Buning ma'nosi yo'q. Ama ma'ni ifodalaydigan arab tilidagi gap, Uyg'ur tilidagi emas. Harf deb ismi bor, lekin 2-3 harfdan tuzilgan bir so'z birikmasi bo'ladi. Masalan, fi, min, ala degandek, fi desak ravishni ifodalaydi arab tilida, min desak bir şeyning boshlanganligini, dinni ifodalaydi. Ila bir narsaning oxirlashganligini, g'icha-gichani ifodalaydi. Ala bir narsaning ustida ekanligini ifodalaydi. Bularning hammasi ma'na harfi. Bu yerdagi masala bu emas. Endi biz qurilma harfining gapini qilyapmiz. A harfni emas, ama arab tiliga munosabatli o'g'achqa, u boshqa. Men bizning tilimizda, Uyg'ur tilida unda arab tiliga o'xshash ma'niga ega harf yo'q. Harf desak ma'nosi yo'q bo'ladi. Faqat so'zning talaffuz tovushini chiqaradi bas. Endi Qur'oni Karimdagi suraning 5idagi harflar biz bayat deganimizdek ulash qoidasidan chiqdi. Qur'ondagi butun oyatlar ulanib kelsa, bular ulanmaydi. Bundan chiqdi. Chunki bular sukunga asoslangan. Çoxum bunun bir hikmeti bo'lishi kerak. Avval biz Payg'ambar alayhisolamning bir hadisini o'qib o'taylik. Payg'ambar alayhisolam mushaqda bir hadis so'zlagan. Men qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bu hadisning matnisi bu. Hadisni İmam Tirmizi Fadailul Qur'an bablarida rivoyat qilgan. Qandaq odam Allohning kitobidan bir harfni o'qisa, shu bir harf badiliga u odamga bir yaxshilik bo'ladi. Har yaxshilik o'xshash 10 hassi barobarida bo'ladi. Ya'ni bizga Alloh ashta bir kengchilik qilib aytgan yaxshilik babida. Rasululloh deydi yana, men demaymanki alif lam mimni 3 ni bir harf demayman. Alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf deb Rasululloh ma hadisni shu Qur'oni Karimdagi tilovatning, o'qishning fazilati haqida so'zlagan. Endi shunlashqa bu harflar Qur'oni Karimda mustaqil harf sifatida tilg'ilingan. Alif bir harf, lam bir harf, mim bir mustaqil. Nimishqa biz Qur'onni tilovat qilish orqali ibodat qilayotgan vaqtimizda har bir harfga birdan savob oldik degan bir uqumni bilib olishimiz uchun. Biz shunda uqum bilan ibodat qilamiz. Qur'onni o'qiyotgan vaqtimizda eg'izimizdan chiqayotgan har bir harfga birdan ajr oldik deb turib qilamiz. Masalan, bismillahir rohmanir rohim deb o'qisak, bizga bismillah degan baga bir savob,
Bisdiki singi bir savab, bismidiki miği bir savab. Demek bizge bir bismi degan so'zning o'zini Qur'ondan bir so'z badaliga 3 hasanat bo'ladi. Ana bu 3 hasanatning har bir hasanati 10 hasanat bi 10 amsalha. Bu bir Allohning fazli. Bu savab qoidasi. Endi biz alif lam mim deb o'qiyotgan vaqtimizda tabiiyki buning ma'nosini tushunmaymiz. Hozir biz shu asosda shu temada ketyapmiz, buni ma'nosini degan. Lekin bizning biladiganimiz nima bo'lsa, Qur'onning biz o'qiyotgan har bir harfiga savob beradiganligini bilamiz. Mayli u harfni tushunayli yoki tushunmayli. Bu bizga aniq. Alloh subhanahu va taolo biz tushunmaydigan mushu harflarda o'zining hikmat sirlaridan biz bilmaydigan savob ajrlarni bekitgilik, o'rnatgilik. Biz dedik ya, her bir harf okusa bir savab, her savab 10 has. Nima deb Alloh bunda hassa bir o'tadi desa, biz ma'nosini tushunsak mı o'qiyotgan bu yerda bir savab nuqtasidanmi o'zining hikmat sirlarini qo'yag'lar. Endi bizning shuni o'qish orqali mushu Alloh qo'ygan mushu katta buyuk savab ajrlarga erishishimizni xohlaydi Alloh. Endi Qur'oni Karim biz davomli quloqlarimiz anglab turdigandek bu balog'at bilan bir mo'jiza kitob emas. Lekin Qur'on inson aqli shuning atrofida cho'gilash imkoniyatiga ega bo'lgan har narsada bir mo'jizalikni o'z ichiga oladi Qur'on. Balog'atlam emas, adabiyotlam emas. Davomli anglaydigan gapimiz Qur'oni Karim shu adabiyot eng taraqqiy qilgan vaqtlarda tushdi. Buning adabiyot jihatdagi mo'jizaligi eng yuqori. Arablar uni o'qishini keltirmagan, shuncha balog'at fasohatlik arablar o'qishini keltirmagan deymiz. Bu bir tarafi. Ammo undan boshqa inson idrokati o'z ichiga olalaydigan har sohada Qur'on bir mo'jizani o'z ichiga oladi. Allohning kalomida tafakkur qilib o'ylanib boqqan odam Qur'oni Karimda bir mo'jizalikni topa oladi. Masalan, balog'at o'qigan odam Qur'ondagi balog'atga munosabatlik, adabiyotga munosabatlik mo'jizani ko'rsa, tibobat o'rgangan odam Qur'oni Karimda tibobatga munosabatlik, tibbiy nuqtadan bir mo'jizani bayqaydi. Botanik olim, masalan, botanika olimi Qur'oni Karimning oyatlarida o'ziga munosabatlik bir mo'jizani bayqaydi. Astronomiya olimlari o'ziga munosabatlik bir mo'jiza. Demak, Qur'on o'ziga kelgan har odamga shuningga yarasha, shuningga yetarlik, shuningga mos bir mo'jizani beralaydi. Bu Qur'onning alohidligi, mo'jizligi. Aramizdan birisi mushu alif lam mimning ma'nosini bilmoqchi bo'lsam da kelaylimaga. Biz uni insonlik taqdirimizdan olmasligimiz kerak. Allohning shuningdagi maqsad taqdiri bilan elishimiz kerak bu oyatlarni. Chunki bizning qudratimiz farqli, tushunchimiz sal kamchil. Bizning oramizdagi hammamiz tushunch ochqichlaridan o'zining o'rgangan bilimiga yarasha shakl bir ochqichga ega. Mening ochqichim, tushunch ochqichim, do'stimning tushunch ochqichiga o'xshamaydi. Oramizdagi har birimizning tushunch iqtidori bir-biriga o'xshamaydi. Ama meni o'xshamosin. Menda qanchalik ochqich olsun, senda qanchalik ochqich olsun, uningda qanchalik ochqich olsun, bu ochqich oddiy ochqich. Ba'zida ochadi, ba'zida bir ikki qatim urinib ocholmaydi. Ba'zida bir necha qatim urinib boqadi. Lekin ilm egasi o'g'ini butun ochqichlarga ega yoki har ochqichni ochadigan ochqichga ega. Butun ilm egasi o'g'ini har ochqichga ega yoki butun ishlarni ochadigan ochqichga ega bo'ladi. Bu bir nuqta. Endi bizning zihnimizni ma harflar bilan holdirib qo'ymasligimiz kerak. Chunki inson hayoti bizdan ba'zi vaqtlarda bizning g'ayrimizga nisbatan ma'nosi yo'qdek so'zlarni qo'yishimizni talab qilgan ahvollar biz o'zimiz turmushiga qarasak bu. Buni avval uchrataman. Masalan, u narsa bizga nisbatan zarur bir narsani tamsil qilsa, masalan bizning hayotimizda sen bilan men o'xshamayman hayotim. Men boshqa bir hayotda, sen bir boshqa hayotda. Mening hayotimda menga nisbatan intayin zurul bo'lgan narsa senga nisbatan oddiy, zurul emas bo'lishi mumkin. Men muhim deb maxfiy shaklda qo'yib qo'ygan gaplar senga nisbatan odatdagi narsalar bo'lishi mumkin. Masalan desak, askarlar ishlatadigan maxfiy nomer. Bu hozir maxfiy nomerni askarlar emas, hammadan ishlatadi hozir. Har birimizning nurg'un ilxatlaridan tortib, hamma narsamizda bir maxfiy nomerlar bor. Hatto uyning eshiklaridan tortib, hamma maxfiy nomer qo'yib ketdi-ku. Bu maxfiy nomer desak, anglagan vaqtda hech bir uqum yo'q. Masalan, onlarca sonlarni, onlarca harflarni, sifirlarni qo'yamiz.
Bunun da tizip qo'ysak hech bir bizga nisbatan ma'no jihati bir hukmni berolmaydi. O sağan maxfiy nomerini boshqalarga deb bersakmi, shu sağan maxfiy son sifirdan tarkib topgan bir bilak raqam majmuasidan boshqa hech nima yo'q uningda, ma'nosi yo'q. Lekin mushu ma'nosini tushunolmaydigan harflar uni bekitgan odamga nisbatan uning qimmati hayotlik, mamatlik bo'lishi mumkin. Aşı bir maxfiy nomerninki qimmati anglasak hech qanday ma'no yo'q uningda. Tushunmaymiz maxfiy nomer o. Ammo shu bekitgan odamga nisbatan hayot, mamatlik masalasi mumkin. Demak, Allohninki ma'nosini tushunadigan kalimasini al. Qur'oni Karimda Allohninki nurg'un oyatlar va ma'nosini biz tushuna oladigan, Allohning murodini tushunmaydigan harflarni al. Alif lam mim ni qabul qil, zalikal kitab la rayba fihi ni qabul qil. Qarab baq. Zalikal kitab la rayba fihi'ning ma'nosini tushunsa, tushungan peti man. Alif lam mimning ma'nosini tushunmaysa, tushunmagan peti al. Chunki Alloh shuning ma'nosiningki o'zining nazarida g'ayb peti qilishni xohladi. Alloh etishni xohlamagan narsani sen ocholmaysan, sen tushunmaysan uning ma'nosini. Biz bilamiz, bayatmi deb o'tdik dars jarayonida Qur'on bizning diqqat qilishimiz uchun biz tilovat qilib yoki yozayotgan vaqtda diqqat qilishimiz uchun bir xil shaklda mangmaydi Qur'on davomli. Masalan, Bismillahirrohmanirrohimga qarasak, bismilladagi ba bilan sinning o'tirisida alifsiz yoziladi. Ammo yana bir o'rinda, yana bir yerda alif bilan yozilganini ko'ramiz. Sura Iqro'da Iqro bismi robbikallazida ba bilan sin o'tirida alif bor. Normal bismillahda alif yo'q. Demak, ikkilisi o'xshash ism. Bismillah, bismi robbik o'xshash, ma'nosi o'xshash, talaffuzim o'xshash, lekin bir yerda alif bor, bir yerda alif yo'q. O'xshamama Qur'on mashta. Tabarakallazidagi tabarak ba'zida alif bilan yozilsa, ba'zida alifsiz yoziladi. Demak, bu yerdagi masala Qur'oni Karimningki yozilishidagi ritm bir xil tuzumda kelmaydi. Lekin mushu xil shaklda kelishi faqat Qur'oni Karimning yoziqiningmi bizga mo'jiza, talab alfaz so'zlarining bizga mo'jiza bo'lish uchun. Endi biz mushu ba'zi suralarning 5idagi harflar bilan boshlangan alif lam mim, alif lam ra degan harflar bilan boshlanishdagi hikmat haqida so'raydigan odamlarga deymizki, buning Allohning qishida cho'qqin bir hikmati bor. Mayli biz tushunsak-tu, tushunmasak-tu bir hikmati bor. Duqu xuddi bayatning ma'ni masalasida biz tushunmaydigan nurg'un ma'nosini tushunmaydigan, ammo hayotimizda bizga intayin muhim ahamiyatli bo'lgan narsalar bor ya. Shuningga o'xshash buning hikmatidimi biz ba'zisini tushunamiz, ba'zisini tushunmaymiz. Tushunsak-tu, tushunmasak-tu cho'qqin buning hikmati bor. Hikmatsiz tushunolmaydi. Qur'oni Karim Arab millatiga tushdi o'z vaqtida. Bu Arab ummatining ichida, millatining ichida mu'min va kafir va. Ammo biz ashta turib, bir odamningki shu sura boshlangan 5dagi harflarga taniqligini, aybligini ko'rib taqmadi hozirga qadar. Bo'lmasa Rasulullohning davrida Qur'on tushayotgan vaqtda bahoni izlayotganlar intayin ko'p. Bo'lsa shu vaqtida pokit hujjat tepib, aybliyalsa, ayblab buni cho'ktirishga urinayotganlar ko'plik emaylarga aydin. Mana bu ularningki Arab til iqtidori bilan buni ma'lum nuqtadan tushunganligining dalili. Gar ular tushunmagan bo'lsa, ta'na qilgan bo'ldi. Men ham nima shayda deydi Abdur. Qur'onni ibodat nuqtasidan o'qiydiganlar bir nasihat qiladi. Ibodat nuqtasidan o'qish boshqa, tadabbur, ma'nosini tushunish nuqtasidan o'qiydiganlar boshqa. Qur'oni Karimni ibodat uchun o'qiydiganlarni kallisini buning ma'nosidan tafakkur qilishga mashg'ul qilmaslikni nasihat qilaman. Alif lamning ma'nosi nima deb-chi? Ammo Qur'oni Karimdan bir mazmun elishni o'qiydiganlarga kelsak, labzi ma'noning qashda tusun. U vaqtida to'xtab ma'nosi izlansa bo'ladi. Sen Qur'oni Karimni ibodat uchun o'qigan vaqtingda uni bismillah deb o'qi. Bismillah deb o'qi. Uni Allohning shu Qur'onda qo'ygan ma'lum hikmat sirlari bilan o'qiysa, o'qiyversa, Bismillahirrohmanirrohim, alif lam mim o'qiyver. Chunki ibodat uchun o'qiyotsa sen uni. Qolgan narsani o'ylama. Alif lamda chuqum Allohning bir hikmati bor, bir sir bor deb o'qiy va Alloh senga ajrni beraversin. Agar sen shu vaqtida ma'nosini izlab o'tdasan, Qur'oni Karimning ma'nosini sening ma'lumoting bilan cheklab qo'ygan bo'lsa, sen chuqum men bilib o'qiyman masalan.
Zaten Kur'an'ın ma'nosining bütün ma'nolarini bilib bo'lgandan keyin o'qiyma desang, Qur'oni Karimning o'ziga qolgan ma'lumotini sen bir odamning ma'lumotining darasiga akirib qo'ygan bo'lsa, bilginingni bil, bilinmaganingni qo'y. Ya'ni sen ma'noni inson tafakkurining noqisligi shaklida noqis olsa o vaqtda. Chunki sen o'zingning idrokotidan yuqori ma'no ololmaysan Qur'oni Karimdan. Lekin Allohning Qur'oni qo'ygan hikmatlar o'qiy va echilg'ini echiladi, qolg'ini qoladi, uni boshqalar ochadi. Qur'oni Karimning xarakteri bu. Qur'oni Karimning ma'nosining echilish xarakteri bu. Bir odamga hammasi echilmaydi. Men Qur'oni Karimning butun ma'nosini bildim deydigan odam bo'lmaydi. Biladi o'z miqdorida. Bu bilinmagani yana birisi biladi. Bu. Endi biz Qur'oni Karimdagi har bir so'zning ma'nosini izlab, zoda buni bilmasak o'qimaymiz deyish to'g'ri kelib qolsa, savodsizlarni, arab tilini cho'nqur o'qimaganlarning hammasini Qur'on qiroatidan chiqarsak, ular o'qimusuldi Qur'onni. Dunyoda arablardan boshqa nurg'un millatlar borki, bularning hammasi Qur'onni o'qish kerak, garchi tushunmasimi? Lekin siz ba'zi savodsizlarningki bir söz okumaydigan savadsızlarning bu Qur'oni Karimning hammini yodlay oladiganligini. Hatto ajam millatlarning ichidan bir sen men u degan gapni o'qimaydigan arabcha odamlarning bu Qur'oni Karimning hammasini yodlay oladiganligini ko'rib olasiz. Bu qanday bo'lsangiz deymizki, Allohning qo'ygan hikmat bilan bo'lyapti bu ahvollar. Bu yerda bir haqiqat va biz oldingi soatlik darslarimizda ancha-muncha qistirib o'tdik. Biz Qur'onning ma'nosidan yoki ahkomlaridan yoki bugünkidek alfozlarga munosabatlik biz tushunmaydigan nurg'un nuqtalar bor. Nurg'un nuqtalar. Biz ba'zi digimiz keladi. Acaba Alloh Qur'oni Karimda biz tushunmaydigan narsalarni qo'yganmidi? Nimishqa tushirgandi, nimishqa qavatgan deymiz. Bizga shu hikmat yetarliki. Tarixda, amaliy tarixda o dushmanlar e'tirof qilayotgan tarixga Qur'on, yani mushu Qur'on biz ba'zini tushunib, ba'zini tushunmayotgan mushu Qur'on. Ba'zi taraflar bizga xuddi murakkabdek tuyulayotgan mushu Qur'on tarixda shundoq bir ummatni tarbiyaladiki, bu ummat dunyoning eng chong ikki imperatorligini taxtidan tushirdi. Bir podichi o'zining quyunini tasraq baqadigan bir podichi eng oddiy yashaydigan qaloq bir millatni qalam va alam sahibi bo'lgan dunyoning xo'jayinlari bo'lgan bir millatga aylantirdi bu Qur'on. Mana buning o'zi bizga yetarli hikmat. Shunga biz o'zimizning idrokati yetgan miqdorda tushunamiz Qur'onni, yetgan miqdorda amal qilamiz Qur'onga. Yetanmaganini, bilanmaganimizni Allohning hikmatiga omonat qilib ketaveramiz. Yana birisi uni ochadi, yana birisi ma'no ochadi, taraf-tarafga taqsim qilinadi. Bu Qur'oni Karimdagi qonuniyat. Endi odatda normalda so'zligi bilan anglag'uchining o'tiridagi tushuntirish va tushunish vositasi. Men bir g'az gapni qilsam, men mush gapim orqali boshlig'iga bir narsani tushundirmoqchi, oldimda o'tirib shuni anglaganlar mendan tushunmoqchi bu. So'zligichi boshlaydigan odam shu. Anglag'uchi gapni anglaydi. Chunki u dastlab so'zligining nima deydiganligini bilmaydi. Ba'zida anglag'uchining zehni boshqa bir narsalar bilan mashg'ul qilishi mumkin. Gapning beshini anqiramaslik mumkin. Balkim siz ba'zida bir harflar bilan yoki uning hech qanday bir ma'nosi olmagan muhim bo'lib asvat ovozlar bilan askartishingiz mumkin. Uning shu keyin kiradigan gapga askartishdan boshqa hech qanday bir ma'nosi olmagan xizmat olmagan gaplar buni odatda normal bo'ladi. Biz boshqa bilan paranglashgan vaqtimizda boshqalar boshqa yoqqa qarab qolsa, diqqat qilib bizga diqqat qilmayotganini ko'rsak, nima deymiz? Degandek. Masalan, endi bu deb gapni boshlaymiz. Ammo bu gap yo'q u yerda asli. Qarang, bu ishlar deb qo'yamiz. Qarang degani u qarang deb uni ma'lum bir nuqtaga qaratqidek nima yo'q. U yerda bir obyekt yo'q. Lekin shundaki bu degan gaplarimiz, masalan biz boshlar bilan paranglashayotgan vaqtdagi amda degan gaplarimiz, qarang degan gaplarimiz hammasi biz demoqchi bo'lgan gapga qarshi tarafni diqqat qildirish bo'lishi mumkin. Balkim bu harflarning bir alohidligi, bir hikmati bo'lishi mumkin. Alif, lam, mim. Bak, tushunamagandagilar darhol diqqatni yig'dining gap ma'voda. Alif, lam, ra mana o'xshash. Xuddi qul huvallohu ahadga huvaga o'xshaydi masalan. Yani biz ma harflarni tushunmaganimizda bizdagi tushunish vositalari, Qur'oni Karimdagi mo'jizlik vositalari
tugmaydi. Chunki Qur'on Allohning kalomi. Kalam so'zlig'ining sifatlaridan bir sifat bo'ladi. Ano'gandan inson tushunchisi Qur'onning ma'nolarining chekiga yetilishi mumkin emas, yetilmaydi. Ammo yiqilishidir. Allohning kalomi Allohning sifatlaridan birisi. Bu sifatda Allohning mukammalligini, nihoyatsiz mukammallik bo'ladi. Ano'gandan biz inson idrokatimizdan Allohni bilib bo'lmagandek, Allohning kalomidagi ba'zi hukmlarni bilib bo'lmaymiz. Faqat idrokatimiz yo'l qo'ygan miqdorda yiqilisha olamiz. Bu yerdagi chek bu. Agar siz Qur'oni Karimning butun ma'nosini bilib ketdim degan vaqtingizda siz Allohning kalomining ma'nosini o'zingizning bilimi bilan cheklab qo'ygan bo'lasiz. Mushta vaqtida dal harflar sizni ojiz qilib, no'jon olsang bilan da olsa, alif lam mimni bir bilib baqa degan shaklda, ya'ni sizning idrokatingizda siz narsalar bor degan shaklda kelgan bo'ladi. Bu yerdan oxirgi natija nima? Siz shu orqali Qur'oni Karimning ma'nolarini o'zingizning bilimi orqali cheklab qo'yolmaydiganligingizni tunib yetasiz bu orqali. Aqalli bir hikmat, bundan boshqa hikmat tabiiy bor, ammo biz chiqara oladigan aqalli hikmat bu bo'lishi mumkin alif lam mim deganga o'xshash oyatlardan. Endi bu yerda balkim deyishingiz mumkin, nima ish qilib tushunmagan narsaning nima foydasi bor? Biz tushunmasak alif lam mimning ma'nosini tushunmasak, buni akaganning nima ahamiyati deyishingiz mumkin. Tabiiyki insonning ba'zi narsalarni tushunmasligi uningdan foydalanishidan cheklamaydi, to'sal bo'lmaydi uningga. Nurg'un tushunmagan narsadan foydalanamiz biz. Masalan, bir yezliq desak, tokdan foydalanadi, televizordan foydalanadi. Masalan, tushunamradan taqdilayotgan radio, televiziyalardan foydalanadi. Lekin bulardan hech bir şeyni o'qimaydi masalan. Ne tokni tushunadi, ne televizorni tushunadi, faqat shu foydalanadi. Demak, tushunmaymi foydalanildi ba'zi narsalardan. Nima ish Alloh subhanahu va taolo bizga bu harflarni foydasini, garchi biz uning mazmunlarini tushunmasakmi, bu harflarning ma'nosini mu'min banda tushunsa yoki tushunmasa, uning foydasini elib uning hikmatlaridan foydalanib, shundaymi? Foydalanishimiz uchun bergan bo'lmaydi Alloh buni bizga. Bunda o'zi nima bo'ladi? Orta bo'lgan bo'lish kerak. Alloh uni bizga o'zi shu oyatlarda qo'ygan fazilatlar bilan bizga tushirgan bo'lsa nima ish qilib bo'lmaydi? Garchi bir mu'min banda bu harflarning ma'nosini tushunsa, Alloh nurg'un hikmatlarni uning ichiga qo'ydirib bizga bergan bo'lishi nima xato? Muhtavosi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolaning atasi ve hikmeti insanın tushunch qudratining ustida. Biz Allohning nurg'un bergan narsani tushuna olamiz, nurg'unlarini tushunmaymiz bu ahvol. Ham inson o'zining fikri, o'zining xavotirlari bilan musha harflarning ma'nolarining atrofida cho'gilmoqchi bo'lsa, zaten musha harflarning ma'nosini bilsam bo'ldi deb cho'gilsa, har kuni yangi bir narsa bayqashi mumkin. Bayqaydi tabiiy. Ulamolar nurg'un bahslarga kirdi bu haqda. Ulamolardan har olim o'zining soplik takdiridan, soplik miqdori bilan bir narsalarni oladi. Ammo ulamolardan hech kim shu o'zi olgan shu tushunch, mush harflardan chiqqan haqiqiy maqsad shu deb da'vo qilolmaydi. Balki ulamolarning har biri deydiki, Alloh o'zining murodini obdan beradi. Biz olganimiz bu deydi ulamolar. Shunga biz ba'zi olimlarningki alif lam ra, ha mim, nun bu üçü birleşip bu üçü sürülerinin başındaki harfler o. Rahman Ta'ala'nın ismini şekillendirir diyorlar var. Alif, lam, ra. Onun kendine ha, mim nekileyli. Onun kendine nun nekileyli. Alif, lam, ra bir sürünün beşi. Ha, mim bir sürünün beşi. Nun bir sürünün beşi. Üç sürünün beşindeki bu harflerini bir yere ekersek Rahman Ta'ala'nın ismi şekillendirir diyorlar var. Biz deyimiz ki bu mu hem Kur'an'ın surelerining ba'zining 5'ideki harflarning umumiy tushunchisini bizga tamsil qilinmaydi. Chunki bu ishni kelsak Rahman shakllangan bilan qolganlari-chi, qolgan harflar-chi deymizki. Lekin bu harflarning ma'nosini tepishga urinib nima jafo kapti? Biz o'qish orqali savobini elaversak bo'lmadimi? Qur'ondan tushunganlarimizni olsak, tushunmaganlarimizni qo'ysak bo'lmaydi. Agar Alloh subhanahu va taolo bizga uning ma'nosini tushuntirmoqchi bo'lsa, bevosita urul keltirdi yoki bizga ma'nosini izohlab turibdi. Ammo Alloh unda qilmadi. Shu paytda qo'ydi, qo'ygani shu paytda qolsin. Masalan, ba'zi ulamolar deydi, alif lamning ma'nosi men Allohdurman, anglayman va ko'rib turman degan bo'ladi deydi. Biz deymizki, bu olam agar Alloh mushu ma'noni iroda qilsa,
Buni bevosita hammalar o'rtaq tushunishimizni bevosita keltirishdan nima cheklama? Nima ish Allah o'z pati kelgan alif lam qilib qo'ydi u ma'noni. Deymiz tabiiyam. Demak, bu yerda bular degandan boshqa mahariflarda ayrim bir sir bo'lishi kerak. Bu sir dal Allah tushunmasakmi o'qish orqali manfaatlanishimizni istagan Allohning sirlaridan bir sir. Bu sir sirpati qilishi kerak. Tapalg'anlar, tapalg'inch tapsun, tapamag'ayalar qilib qolsin. Ondan boshqa masalan biz shuni bilishimiz kerakki, insonning ko'zining bir hududi bor. Quloqining bir cheki bor, anglaydigan doirasidan keyin anglaydigan nurg'un ovozlar bor. Buni bugungi kunda ilm-fan ochdi masalan. Ko'zning masalan bir cheki bor. Buning ba ammo ko'rmaydigan nurg'un narsalar bo'ladi masalan. Silash deymiz, purash deymiz, tetim tuyg'usi deymiz, hammasining bir cheki bor. O'z chekidan halqagan narsalar ishlamaydi u. Ishlamaydi. Demak, insonning aqlining bir cheki bo'lib, ilm ma'rifatda ash doirada sig'dira oladi. Uning sirtiga chiqolmaydi. Endi insonning aqlining qudrat ustundagi chek bu yerga yetib borolmaydi insonning aqli. Insonning aqlining ustundagi qudratga yetib borolmaydi. Inson o'z idrokat doirasidagi narsalarni bila oladi, uning sirini bilan. Buningga dalil intayin ko'p. Ko'zimiz ko'mayotgan nurg'un shaylar bor. Masalan, tok yaqinlari bor. Buni ko'zimiz ko'maydi, lekin borligini e'tirof qilamiz masalan. Bu insonning ko'zining kurash doirasining chekligining ifodasi. Biz anglamayotgan nurg'un ovoz, masalan, absharkalar anglaydigan ovozlar bor masalan. Bu bizning anlash idrokatimizning, sizimizning sirtidagi ishlarning borligining dalili. Biz purayolmaydigan, ammo hayvonlar puraydigan nurg'un puroqlar bor. Buning o'zimi bizning purash sizim doiramizning chekligiga. Demak, shu insonning har iqtidori, mayli havas a'zolaridagi iqtidorlar bo'lsin yoki aqliy iqtidor, hammasining cheki bor. Buning sirtidagi narsani biz bilmasligimiz kerak. Buni e'tirof qilishimiz kerak biz. İnsan Qur'on o'qiyotgan vaqtida shu surlarning ba'sining beshidagi bo'lgan shu harflar deydi yoki bu mening aqlimdan shu harflar var ya, shuning qarta deydi-ku inson, mening aqlimning qudratidan sir bir ish deyish kerak. Men Qur'on o'qidim. Alif lam mim zalikal kitob. Men zalikal kitobni tushunaman. La rayba fihi tushunaman. Hudalil muttaqin. Ammo alif lam mimga vaqtda bu mening idrokatimga sirdir. Xuddi atrofimizdagi olamda biz tushunmaydigan nurg'un idrokatimizning sirt ishi bo'lganda, Qur'onda biz tushunadiganlari va tushunmaydigan idrokatimizning sirt ishlar tabiiy bor. Buni inson e'tirof qilish kerak. Bunda deganlik endi bu yerda Qur'onni tushunolmaydigan narsa bor deb kishilarning Qur'on tushunishini to'sqanlik emas. Yani bu herkesmi ijtihad babını taqıqanlıq, etiqanlıq çekilganlik emas. Çünkü biz bilinmeyen vaqtimizda, bir narsani idrokat qilmagan vaqtimizda bizning qudrat had hududimiz ne? Yani xalqimizning qudratining oldidagi, bizni yaratquchining qudratining oldidagi bizning qudrat had hududimizni e'tirof qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taoloning qudrati cheksiz, ammo bizning cheklik. Biz bu ikkisini farqlantirishimiz kerak. Cheksiz bo'lgan qudrat egisininki bizga bergan ma'lumotidagi biz bilmagan nuqtalarni e'tirof qilishimiz kerak, chunki bizning idrokatimiz cheklik. Bizga oldimizga qo'yilgan bu ma'lumot cheksiz idrok egisining ma'lumoti. Tabiiyki tushunmaydigan ba'zi nuqtalar chiqishi aniq. Masalan, iymon desakmi, masalan, tushunish mumkin bo'ladigan, tushunish mumkin bo'lmaydigan narsalar nurg'un narsa bor. O'sha biz iymon aytayotgan nurg'un taraflar, masalan, cho'shqining go'shtini yeyishning harom qilinishi, haroq ichishning harom qilinishi, biz buning hikmetini bilishni kutib o'tirmaymiz-ki, buningdan saqlanish, buningdan yiroqlashish uchun. Biz iymon bilan yiroqlashimiz. Madam Alloh uni harom qildi, harom bo'ldi. Bu nuqtadan haromni biz keyimizga chekirimiz u narsalar, harom narsalar. Undamaganda biz cho'qim, nima uchun harom? Buning nima ziyni bor? Zot ziyni bormi? Ne hikmeti nima? Buni saqlab, yanimizga biz madam iymon aytdik Allohga, shu iymon bilan tushunsak-tu Allah chekilgan narsadan yanimiz, qil deganni qilamiz. Buning ichidan hikmatni bilganlarini bilamiz, bilmaganlari xolos u bizning ishimiz emas. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam deydi, sizlar Qur'onning muhkam oyatlaridan, muhkamlaridan, ochiq ro'shan bo'lganlaridan bilganinglarni amal qilinglar. Bilinmaganinglarga iymon aytinglarni buyruq kelganini qilinglar degan bo'ldi. Qilsa qil, qilmasa qilma deydi. Allah subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimda huvallazi anzala alaykal kitab
minhu ayatun muhkamat va hunna ummul kitab va ukhra mutashabihat. Qur'onning ichida muhkamat bo'lgan, Qur'onning asosiy qismi bo'lgan bir oyatlar va ro'shan oyatlar va mutashabih mazmuni insonning idrokotidan sir, mazmunlari aniq emas oyatlar va deb kelib oxirsida fa'ammallazina fi qulubihim zaygun qalbida ozg'unlik bor odamlar Qur'onning ichidagi mutashabih bo'lganlarini izlab, buning hikmatlarini, ya'ni o'zining aql idrokotining hududiga sirtiga chiqishga tamishib izlaydi, xatolashidi. Oyatning oxirisida nima deydi desanglar, "Varrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi robbina." Ammo ilmda mustahkam o'ringa, ilmda mustahkam asosga ega kishilar, ya'ni mu'minlar demakchi, bular biz iymon etdik, hammasi Allohning qishidan, Robbimizning qishidan keldi. Biz ma'nolarini tushunganlarga iymon etdik, tushunmaganlarga iymon etdik. Bizni to'sqan va buyurgan ishlarda hikmatni bilganlarga iymon etdik, bilmaganlarga iymon etdik. Chunki Robbimizdan keldi. Biz Robbimizga iymon etdikmi? Bas, tugidi qolgan ishlar. Chunki bizning bilish idrokotimiz cheklik. Ammo bizga kelayotgan ta'limotlar cheksiz idrok egasi bo'lgan Alloh tarafidan kelgan. Cheksiz idrok egasining ta'limotini cheklik idrok egasining tushunalishi, to'liq tushunalishi natoil. Tushunganlarimizni qilamiz, tushunmaganlarimizni Robbimizdan keldi degan nuqtadan bosh ustiga deydi degan mazmundagi oyat. Demak, bizning ba'zi bir mutashabihlarni tushunmasligimiz bizni Alloh o'z kitobida qo'ygan sirlardan foydalanishimizni cheklamaydi. Biz Allohning kitobidagi sirlardan foydalanamiz. Mayli u mutashabih, o sirlarni tushunsak, tushunmasak, suraning boshidagi alif lam mim deganimi dal mushu xil shaklda onun ma'nosini tushunsak, tushunmasak, bizning qiladiganimiz, bizning ustimizga tushgani mushunga iymon etish, kelgan paytda o'qish, ma'nosini tushunsak, tushundik, tushunmasak buni Allohga qo'yamiz. Chunki Alloh bizga tushunmasakmi beradigan bir manfaatlari bor. Aqallisi Rasululloh bizga aytib bergan manfaatlardan birisi alif lam mim deb o'qibo'g'icha mushtaqning o'zida menga 30 savob bo'ldi. Mushning o'zimi bir payg'ambar alayhisalom bizga bayon qilib bergan hikmatlardan birisi. Shuning bilan alif lam mim haqida so'zlanadigan mazmunlar oxirlashdi. Biz inshaalloh kelasi darsimizda zalikal kitab la rayba fih degan hudal muttaqin degan Sura Baqaraning 2-oyatini boshlaymiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.